بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل النكاح فاصلا وقاطعا بين الحلال والحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل إلى حبيبه القرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمرون بالمعروف والنهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: استعوذ بالله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Xo'p, suhbatimni avvalida kuyov bilan bunday o'tirib oling, ayog'ingiz uyushib bo'ladi. Sal uzoqroq ba'zi bir narsalar aytib bermoqchiman. Xo'p, birinchi nikohga hammamizga sir emas o'tirgan holatimiz, bir nikoh munosabati bilan o'tiribmiz. Nikohga o'tishlikdan oldin biz kimligimizni oldin bilib olishligimiz kerak bo'ladi. Biz Alloh taoloni bor deb iymon keltirgan, Alloh yakka deb guvohlik bergan va dunyo va oxirat saodatiga olib boruvchi yagona qonun islom deb shu islomga taslim bo'lgan, bo'ysungan musulmonlarmiz. Va mana bu pardaning orqasida o'tirgan ayollar ham muslima, shu Allohning qonuni haq deb shu dinga iymon keltirgan, ishongan, Allohning borligiga guvohlik bergan inshaalloh muslimalar o'tiribdi. Bizning dinimizda Alloh subhanahu va taolo fankihu nikohlaninglar deb buyurdi. Biz guvohlik bergan, iymon keltirgan payg'ambar alayhissalom an-nikahu sunnati, nikoh bu mening sunnatimdan dedilar. Ya'ni mening yo'limdan dedilar. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kim mening sunnatimdan bosh tortsa, u mendan emas dedilar. Endi savol tug'iladi. Mana bu nima mana? Do'p. Shu do'ppini inson yo bu choy quyadigan narsa desa bo'ladimi? Hatto, ya'ni buni ahmoq odam deydi yoki masxaravoz deydi. Xuddi shunday nikoh nima degani o'zi aslida. Bizi aslida shu tushunchalarimiz xatoki, shu to'yda domlani olib kelib, kelinlar, qizlar atrofida turib, rozimisan, bag'ishladingmi degan mana shu istiloh, mana shu narsani deb tushunib qo'yilgan. O'zi aslida bu nikoh ayol bilan erkakni hayotda yashab o'tadigan Allohning dini, qonuni bir-biriga taalluqli bo'lgan bir oilaning sohibi va sohibasi deb hisoblanadi. Bular bu nikoh nafaqat bizning dunyoda, balki mana shu nikoh insonni jannatda ham birga qilishligi mumkin. Yoki Alloh saqlasin, shu nikoh sababli jahannam do'zaxga ham tushishligi mumkin. Shuning uchun bu urf-odat emas. Bu insonning mijoziy masalasi emas. Misol uchun aytaylik, kuyovlar torg'izni yaxshi ko'rasizmi, qovunni yaxshi ko'rasizmi? Qovunni. Bu mijoziy masala. Qovunni yaxshi ko'rganligi uchun na gunohkor bo'ladi, na ajr oladi. Ashe bolani bekor olib keldingiz aka. Ashe go'zaylik. Ha, mayli, bo'lmasa tinchsan. Demak, qovunni yaxshi ko'rishlik, torg'izdan nimaga qovunni ko'proq yaxshi ko'rasiz degan narsa uchun Alloh taolo azob ham bermaydi, jannat bilan mukofotlamaydi. Bu mijoziy masala. Lekin nikoh mijoziy masala emas. Ayol bilan erkak o'rtasidagi bo'ladigan aloqa, hayot bu mijoziy masala emas. Yoki milliy urf-odat emas bu narsa, balki Alloh taoloning qonuni. Alloh taolo Qur'onda ko'p gapirgan oila to'g'risida. Shularni ba'zilarini men eslatib o'taman. Birinchidan bizning dinimiz, qonunimiz Qur'on dedik, din dedik. Alloh taolo bunda nikohga buyurdi. Nikohda, oilada, demokratiya qonunida, g'arb falsafasida ayol bilan erkak teng huquqli deydi. Biz islom dinimizda esa erkak kishini oilani boshlig'i qilib yaratgan. Ayollar esa ana shu erkakka asira hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollar sizlarning qo'linglardagi asira dedilar. Oilani boshlig'i sizsiz. Bu meni so'zim emas, Allohning so'zi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Biz erkaklarni oilaning ustidan qavvom boshliq qilib yaratdik dedi. Var-rajulu ra'in fi ahlihi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam erkak kishi oilasining ustida ro'i boshliq dedilar. Va mas'ulun anhum yawmal qiyamah. Va
oilasining xususida Allohning huzurida javob beradi dedi. Vallohi Alloh nomiga qasam ichib aytaman, kuyobalar shu ayolingiz sababli yo Allohning huzurida najotga, jannatga kirasiz yoki do'zaxga kirib qo'yasiz. Shunday ekan musulmon odam savol berish kerak o'ziga. Nima qilsam, nima qilishligim kerak? Ayolimga nima haqqi bor mening ustimda? Alloh menga nimani buyurgan dedi. Ayolingiz siz ustingizda ikki xil haqqi bor. Birinchisi moddiy haqqi, ikkinchisi ma'naviy haqqi. Moddiy taraflama, ya'ni pul sarflanadigan narsalar hammasi sizning bo'yningizda. Ya'ni Alloh taolo erkak kishining afzal ekanligini, boshliq ekanligini xabarini berib, va bima anfaqu min amwalihim dedi. Qur'onda oyat mollaridan infoq qilganligi uchun dedi. Yeyish, ichish, ichash, bu hammasi sizning bo'yningizda. Rasululloh sallallohu bir sahobiy kelib, "Ya Rasululloh, ayolim haqqi nima?" deganda, "Yeganda yedirishing, kiyganda kiydirishing" dedi. O'zi aslida bu tabiatni Alloh taolo nafaqat insonga, boshqa mahluqotlarga ham aksariga bergan. Erkak tabiati urg'ochisini, ayolini yediradi. Hattoki mana uyingizda tovuqqa bir don sepingda, xo'roz o'zidan oldin qaqqillab makaronini yediradi. Bu endi minnat qiladigan narsa emas. Yoki bu bilan mana men qilib qo'yapman deydigan narsa emas. Balki bu ham tabiatimiz, ham bo'ynimizdagi vojibotimiz. Endi shunday bir bugun erkak degani ham uyataman, musulmon degani umuman dinga amal qilmaydi. Ayoliga nisbatan ya'ni o'ta pastkash bo'lgan, yedirmaydigan, kiydirmaydigan, bir narsa deydigan bo'lsa xotinidan ta'maxo'r bo'lib, dadangga, ayangga ayt, mashina bersin, o'qib bersin, o'qib bersin, sarpo qilib bersin. Bu bilmayman bu qanaqa tabiatli insonlar bular. Dinda umuman bu yo'q narsa. Endi insoniy tabiatidan deydigan bo'lsak, hayvon ham bundan emasda. Hayvon ham, hattoki misol uchun mana shu ya'ni g'arizada, ya'ni ayolini bir himoya qilishlik degan narsa. Bir katekka bitta boshqa xo'roz olib kelib qo'ying, az makonlarini himoya qilib yurib, hali xo'roz yangi kelgan xo'rozga qanchalik darajada unga nima qarshiligini qiladi. Kundagi erkaklarni ko'rsangiz, ya'ni tovuq miya desa haqqi bo'ladi. Tovuqni ham miyasi senikidan ko'ra afzalroq. Sen nima bilan ayolingga erlik qilyapsan degan. Na uni yedirmaysan, na uni himoya qilmasang. Nomahram erkaklarga ko'z qilib yurib, mabodo bittasi yaqinlasa, endi ishxonada birga ishlaydi, qilmasdi. Bu birinchi ayolingizning haqqi, moddiy haqqi. Ikkinchisi ma'naviy haq. Ma'naviy haqqidan birinchisi bu ayolingizni sevishligingiz. Bu romantik hayot degan narsa, bu Yevropa, boshqa davlatlarda, xalqlarda haqqi emas bu narsa. Ya'ni ularda odatlari emas, balki islom shu narsaga buyuradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalardan biri kelib, "Ya Rasululloh, man ahabbun nas ilayk" dedilar. "Ya Rasululloh, siz odamlar ichida kimni yaxshi ko'rasiz?" dedi. Nima deb javob berdilar? "Oyshani" dedilar. Subhanalloh, uyatmadi Payg'ambar alayhisalom Oyshani sevaman degan. Vaholanki yoshlari 60 ta atrofida edi. Madinada bo'lgan so'z bu. Oysha onamiz 15 yoshlarda atrofidagi ayollar. Nimaga uyatmadi Payg'ambar alayhisalom? U kishini sifatlaganda chimildiqdagi ayoldan ham ko'ra nima? Hayolari kuchliroq bo'lgan zot, demak bu haqni ustida hayo qilmadi. Men Oyshani sevaman dedilar. "Ya Rasululloh, endi men maqsadim bir daraja biz erkaklardan maqsad qildik. Erkaklarni kimni yaxshi ko'rasizlar?" dedi. Nima dedi? "Abuha, uni otasi Abu Bakrni yaxshi ko'raman" dedilar. Ya'ni inson bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sifatlari. Alloh taolo nima dedi? "Va ja'alna baynakum mawaddatan va rahma." Biz sizlarning o'rtangizda rahmat, ulfat, sevgini yaratdik dedi. Ya'ni ayolingizning haqqi, ma'naviy haqqi, uni sevib yaxshi ko'rishligingiz va unga lutf bilan, chiroylik bilan muomala qilishligingiz. Alloh taolo va ashiruhunna bil ma'ruf. Allohning buyrug'i bu. Va ashiruhunna deb buyruq qilyapti. Oilalaringiz bilan tinch, totuv, orom yashanglar deyapti. Xitob erkakka, ayolga emas. Va ashiruhunna bil ma'ruf. Oilalaringiz bilan tinch, totuv yashang deyapti. Va bo'yningizdagi vazifa tinch yashashlik, uni yaxshi muhabbat bilan qilishligingiz va qolaversa siz mana otasi o'tiribdi, hayotda sizdan boshqa yaqini yo'q mana shu ayol sizga nikohingizga o'tsa. Na akasi, na otasi, na birortasi. Hayotdagi bizi erkaklarga eng yaqinimiz ota-onamiz hisoblanadi. Onamiz hisoblanadi, so'ng otamiz hisoblanadi.
ayol kishiga eng yaqini eri hisoblanadi, ota-onasi hisoblanmaydi. Siz mana bu ayol kishiga eng yaqin odamsiz siz. Shunaqa bo'lganingizdan keyin eng unga mehribon odam ham siz bo'lishingiz kerak. Hali nimada ishora qilib o'tib ketdim. Misol uchun aytib beray sizga. Mana qo'lingizga rahmingiz keladimi? Uzib olaman desam, xuddi shunga o'xshaydi. Alloh taolo insonni bir ishora bor. Va min ayatihi, Allohning oyatlaridan, mo'jizotlaridan an xalaqalakum min anfusikum. Sizlarda nafsiylardan deyapti. Ya'ni bizni a'zoyimizdan inson demak a'zosiga mehribon bo'ladimi? O'zining jasadiga bu ishora bo'lyaptiki, o'zingizni jasadingizga e'tibor qilganingizda ayolingizga e'tibor qilishingiz kerak. Betingizni yarmini yuvib, yarmini yuvmasdan chiqib ketib olmaysiz. Ha? Ya bo'lsa yuving yotib qo'lingizni bittasini yuvib turib, ikkinchisini yuvmay chiqib ketib olmaysiz. Yuving yotib. Xuddi shunga o'xshagan Alloh taoloning oyatlaridan sizlarni nafsiylardan juftni yaratdi deyapti. Oyat, mo'jizot bu narsa. Ya'ni bu sizga ishora bo'lsa, ayol kishiga nima ishora bu? Inson, ayol kishi u a'zo bo'lgandan keyin asosiga qarab intilib turishadi. Ayol kishi agarda Allohning oyatidan aqlini yurgizadigan bo'lsa, men shu erkak kishini bir jasadining bir a'zosiman ekan deb ashinga qarab intiladi. Undan qochib dadasini yoki opa singlisinikiga qochmaydi, eriga qochadi. Alloh taolo mana bunga ishora qilyapti. Allohning mana Alloh taolo qodir zotida loydan ikkita, bitta ayol, bitta erkakni yaratib qo'yishlikka. Lekin Alloh erkakni tuproqdan yaratdi, ayolni esa erkakni nafsidan yaratdi. Demak, bu ma'naviy haqlarida siz ayolingizni buni aytishimdan murod, siz qo'rg'onisiz, hijobisiz. Mana bu eshikdan biz hozir izn so'ramasdan kira olmadik. Ruxsat bergandan keyin nimaga? Qo'rg'oni bor. Xuddi shunday bu ayolning qo'rg'oni, himoyasi, libosi, hijobi siz. Ertaga birov kelib, "Falonchi aka, qizingiz menga berasizmi?" demaydi. Nimaga desa, bo'ldi, buni egasi bor, sohibi bor. Haddidan o'tmaydi endi. Bu siz hijobisiz siz, qo'rg'onisiz. Buni ustidagi narsangiz birinchilardan biri, ma'naviy haqlardan biri ayolingiz ustida Allohning oldida javob berasiz, xossatan diniy ta'limotlarning ustida. Diniy ta'limotlarning ustida. Chunki Alloh taolo aytayaptiki, "Ya ayyuhallazina amanu." Ey iymon keltirganlar. Xitob kimga? Iymon ahliga. Nima dedi? Qu anfusakum va ahlikum nar. Eng muhim bo'lgan oyatlarning ichida Qur'onda 89 ta oyat nido kelgan bo'lsa, iymon keltiring. Shularning bittasi, ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni va ahlilarni do'zax o'tidan saqlanglar dedi. Buyruq kimga? Sizga, iymon ahliga. Ayolingizni do'zax o'tidan saqlang. Qanaqa qilib saqlaysiz? Oyga kirma desa, qo'lingiz bilan to'sasiz, lekin do'zaxdan saqlashlik Alloh buyurgan narsalarga buyurasiz, Alloh qaytargan narsalardan qaytarasiz. U faqatgina diniy ta'limot bo'ladi. Bu ayolingiz ustidagi haq. Lekin shunda xato qiladi. Xato qilganda ayolingiz haqqi uni kechirishlik va tarbiya qilishlik. Tarbiyadan Alloh taolo va'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna aytaylik xizmatda yoki muomalada. Onangiz bilan, dadangiz bilan, o'zingiz bilan, sizga oziq-ovqat yoki xizmat, mana shunda xato qilishligi mumkin. Mana shu xatoda ma'no qiling deb chiroyli ma'ruza qilasiz. Ashunda ham beparvo bo'ladigan bo'lsa, yotog'ingizni alohida qo'yasiz. Unda ham itoatsiz bo'ladigan bo'lsa, keyin tarbiya uchun urishlikka shariatimiz ruxsat beradi. Eng bugungi kundagi erkaklarning eng yomon erkaklar yedirmaydi emas. Hijobni olib yurmaydi emas. Ayolini haqoratlaydi. Paslatadi. Va ularda aytaylik, nihoyatda haqiqiy so'zlar bilan so'kadi. Aytaylik, yo xilqati bilan, yo xulqi bilan. Semizsan, sariqsan, arvoqsan, molpamsan va hokazo, yoki bo'lmasa o'zi amming manaqa, hammasi uchun javob beradi. Onang manaqa, oting manaqa, oping manaqa, akang manaqa javob beradi. Demas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam onalar uchun javob berganlar. Yo otalar uchun javob, yo amakilar uchun javob berganlar. Wala tazir waziratun wizra ukhra. Hech kim gunohini ko'tarmaydi. Hech kim gunohini ko'tarmaydi. Demak, birovni, ya'ni oilasidagi, xilqatidagi yo xulqidagi narsa bilan ayolingizni haqoratlab pastlatishlik bu halol emas. Harom hisoblanadi. Olib bergan narsalaringizni minnat qilishlik.
yeganing oldingda yemaging ketingda shuncha remont qilib, mana shunday qilib yurib seni olganman, orzu havaslar bilan seni qadriga yetmayapti deb uni qilib bergan narsalar minnat nima? Halolmi? Harom. O'zi endi ayoliga qilishlik. Endi bu 2 barobar. Ayolingizga yedirsangiz savobi 2 barobar ko'p. Endi biza bor voqealardagi qarang. Alloh taolo va ashiruhunna bil ma'ruf. Oila bilan tinch totib orom yashang dedi. Ko'chaga chiqsangiz, ondan 2 kilo tortib o'rdingizmi ko'chadagi ayolni ko'rsangiz? Opa yaxshimisiz, tizimisiz? Onangizdan berib yuboring. Agarda oshnangiz xotini Rossiyaga ketib qolganini ko'rib qolsangiz, "Assalomu alaykum aka" desa, "Keling, yaxshi o'tiribsizmi? Kamchiligingiz yo'qmi? Xizmat bo'lsa aytaverasiz." Oshnam birovning xotiniga yaxshi muomalada. O'zini xotiniga esa qo'pol, dag'al muomalada. Salom bersa, yaxshi o'tiribsizmi? Unaqa emasdi. Eng shirin, eng chiroyli muomalangizga haqli bo'lgan ayolingiz. Bizda-chi ko'chadagi begonalarga shirin muomalada o'zini halol bo'lgan va eng shirin suhbatiga haqli bo'lgan ayoliga nisbatan qo'pol muomalada. Shu islom axloqimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollardan Oysha onamiz so'raganda, u ayollarga yordamchi edi. Qarang. Hozir men sizga aytib beray. Mashinada misol joiz bo'ladigan bo'lsa, bitta o'rtalik mashinaga oldiga ayolini hijobli qilib yurib solib olib ketayotgan bo'lsa, bu damak o'zirda deymiz. Oldiga o'tirib ketadi. Agarda eshigini ochib berib o'tiring desachi, tushayotganda to'xtab turing deb ochib turib xotinini eshigini ochib tushirib qo'ysachi. Vallohu alam 99% hammamiz qoralasak kerak. Yana to'g'rimi aytayapman. Payg'ambar alayhisalom Badrga chiqqanlarida Oysha onamiz birga edilar. Tuyaga chiqib ketayotganda ayol nozik, yosh bo'lgan. Shunday borib chizzalar, muborak chizzalarga Oysha onamiz ayollarini qo'yib tuyaga mingan. Nima bu? Rasulullohga xos, bu ummatga xos emasmi bu narsa? Bizga taalluqli emasmi? Biz agarda shuna qiladigan bo'lsak, tasavvur qiling. Mashinani endi ot o'rniga qo'ydim. Agarda bitta tuyani o'rniga qo'ydim. Shu tuyaga mingirishlikka chizzamizni qo'yib turib, ayolimizni mindirib qo'yadigan bo'lsak, bu xotini eshak qilib minib olgan, qo'rqadi. Mabodo men xotinimni sevaman, yaxshi ko'raman deydigan bo'lsa, voy uyatsiz beti yo'q. Qaynopalar, qaynalar islomiy oila emas bu narsa. Bu nikoh degani emas bu. Shuning uchun sevishda ham, tarbiyada ham, himoyada ham, yedirishlikda ham har bir holatda Yevropaga taqlid qilmang. Serial kinolarga taqlid qilmang. Balki Alloh va uning rasuliga. Hatto qilsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollariga qanday muomalada bo'lganlar? Musulmon odam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Albatta Rasulda chiroyli namuna bor. Kim? Liman kana yarjulloha val yawmil akhir. Kim Allohni xohlasa va qiyomat kunini xohlasa, ya'ni jannat xohlasa, Allohning roziligini xohlasa, qiyomat kunidagi darajatni xohlasa, Rasuldan chiroyli namuna oling o'zingizga. Otam mana qilardi ayamga, akam mana qilardi kendiyamga, amakim mana qilardi. Yo'q, unaqa emas. Rasulda bizda namuna bor. Bizda oila qurishlikda-chi, shu 2 xil, 3 xil uslub bor. Birinchisi milliy oila qurishlik. O'zbekda kelinmi mana qilish kerak. Kuyovmi mana qilish kerak. Bu urf-odat. Qilmasa bo'lmaydi, urf-odat. Bu milliy oila qurishlik. Ikkinchisi hayvoniy. Bir nimadan Tojikistondan kelgan bitta qo'chqar sotilgan edi. Yaqinda eshitib qoldim, 40 ming so'mga sotilibdi. Bir dona qo'chqar. Nima uchun? Buni zotini olishlik uchun. Ba'zi bir bolalar aytadi, o'zi zinoni qilib yuraveradi. Endi bitta bola chaqa onamga xizmat qilgan bitta yaxshi oiladan bitta yaxshi qiz olmasam bo'lmaydi. Men asha nimani Tojikistondan kelgan qo'chqarga o'xshataman shunday odamlar. Ya'ni bola qoldirishlik uchun. Bu ya'ni hayvoniy oila qurishlik, milliy oila qurishlik va islomiy oila qurishlik bor. Hayvoniy oila qurishlikka vaqtinglarda olsam ham sal zehninglarni chaqirishlik uchun ba'zi bir narsani aytib beraman. Bir kuni hayvon o'rmonda yashayotganda quyon shunday eshiging tagidan chiqsa, sher turarmish. Assalomu alaykum sher aka, alaykum assalom. O'rmoningizga kirib bir o'tlab kelsam maylimi desa, bo'pti, quyonjon chiqing desa, shunday chiqib ketib, qo'rqib va iblisga turishini qara deb o'ynab yurib qaytib kelsa, eshiging tagida yana sher turarmish. Assalomu alaykum sher aka, uzr kech qolib ketdim, aytgan vaqtingizda kela olmadim. Xafa bo'lmaysizmi desa, kir uyga desa, shab kirib ketib, yana bir iblisga basharang qo'yib kelsa, turishini qara deb kirib ketib, yotib ertaman turib shunday tursa, yana eshik tagida sher turarmish. Sher aka,
Endi tirikchilik uzr endi desa, bo'pti deb shunday 2 qadam oldinga turib she'raga savol bersam maylimi? Ha, mayli. Kechadan beri eshitayda turib xizmat yo'qmi desa, quyon ko'rmayapsanmi? Ayog'im qopqonga tushib qoldi. Odamlar senga qo'ygan ekan, men tushdim. Hozir meni kelib so'yishadi, terimni oshlashadi. Yaxshi yomon gap o'tgan bo'lsa, mendan rozi bo'lgin desa, quyon u yoqqa deb qarab turib, "Ena meni eshigim joyida nima qilyapti?" deb hali she'rni so'kkan ekan. Men yangi kelinlarni shu quyonga o'xshataman. Kiyovonlarni men she'rga o'xshataman. Hayvoniy bo'lsa-da. Nimaga deng? Hozir misolini keltirib beraman. Kelinlar dadasi uyga borib keladi deydi. Xo'p bo'ladi, asrga kelgina deydi. Ketadi kelinlar. Yurib, ha bitta so'katda rasa bo'lsa deydi-da, shomga ham kelmaydi. Ertaman nonushtani qilib ketib boraman deydi. Ertaman kelmaysan desa, hozir ayam borib qoladi, opam kelib qoladi deb yolg'on bilan cho'zadida, keyin eshikdagi kelayotganda sekin quyonga o'xshab kirib keladi. Assalomu alaykum deb. Qatta eding, nima qilding desa, kim uyga desa, shuni kirib ketib o'lar, shu beshaning qurib ketsin dedi. Masha ko'p oilaning nimasi shu hayvoniy nimaga o'xshaydi. Erkaklar qachon qopqonga tushib qoladi? Ayollar 2-3 ta tug'ib olsa, boshida qo'yib yuboraman deb qo'rqadi, yo bo'lsa qo'yib yuboradi deb qo'rqadi. Xossatan bolasi katta bo'lib ishga yaraydigan bo'lib qolsa, erkak bo'lsangiz kasbni olib chiqib ketavering deydi. Nima deysan? Uy ham meniki, ustani ham men boqqanman, uyda ham men qurganman deydi. Bola chaqa ham meniki deydi. Ishoninglar, kelgan hali chol bechora nima qilishlikni bilmasdan qopqonga tushib qolgan. Ayasi nima qilamiz? Qizni kimga beramiz? O'g'ilni kimdan uylaymiz? Tashlab qo'yib qo'ygan. Hayvoniy ko'z qarashda bu. Nima farqi bor she'r bilan qo'yanda mana shunday oilani? Agarda islom bo'lsa-chi, bu kuyovlarga nasihat qilib o'tib ketdim. Islom bo'lsa-chi, islom erkak bizga dinimizda ayollarga qanday qarashlikni buyuradi? Qaranglar. Ayol zoti nima? Birinchisi ona. Jannat uni ostida. Ikkinchisi qiz, opa-singillar. Jannat yo'li. Kim ikkita, ba'zi rivoyatda 3 ta kelgan. Tarbiyalasa bitta hadisda jahannamdan parda, ikkinchisi jannat kiradi deganlar. Opa-singilga jannat deb qarasak, qizga jahannamdan parda deb qarasak. Abdulloh ibn Abbos birov kelib, "Ey Abdulloh ibn Abbos, halokatga uchradim, men katta gunoh qildim" deganda, "Oling bormi?" dedi. "Yo'q" dedi. "Xolangchi" dedilar. "Yo'q" dedilar. "Ha" deb indamay qoldi. Nimaga so'rayapti? Borib ziyoratini qilib duosini olganingda Alloh gunohlarini kechirib yuboradi dedi. Ammo xola bo'lsa ziyorat qilishlik gunohlari kafforat bo'lsa. Ayol bo'lsa, hozirgina aytib o'tib ketdim, az-zivaj nisful iymon, uylanishlik, nikohlanishlik iymonning yarmi desa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajjatul vadoda ittaqin desa, ayollarning haqida Xudodan qo'rqinglar deb vasiyat qilgan bo'lsa. Begona ayol bo'lsa, bu muslima singlim deb turib, unga ko'zimizni olib qochadigan bo'lsa, ayol zotiga islom unga faqat mehribonlik bilan ojiza deb qarashlikka tarbiya qilgan bo'lsa. Yevropa xalq esa uni faqat nafsini qondiradigan hojatxonani misolida ko'rsatgan bo'lsa. Hayvonlar esa faqatgina uni ojiza deb urib, ozorlab, eshikdek uni xizmatini qildiradigan qilib yurib, nafs shuna qilib tarbiyalagan bo'lsa. Dinimizga qarab turib muomala qilishimiz kerak. Agarda bu bola dindor bo'lib qaraydigan bo'lsa, na she'rga o'xshab qaraydi, na o'zbekda erkakka o'xshab ertamanda to'rda turib eshik chiqirasan deb qaraydi. U ham ojiza, zaifa, dam olsin, haqqi bor. Mehribonlik qiladi, sevadi, hamon oldi bu meni ayolim, yaxshi ko'raman deydi. Uni xizmatini qiladi. Islom mana bunday erkak kishiga buyuradi. Mana bunday qarashimiz kerak. Ya bola, buni evaziga nima? Subhanalloh, buni evaziga nima? Shunday qilsa nima bo'ladi? Birinchidan dunyoda baxtli orom yashaysiz. Ikkinchidan esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim ya'ni adolatli bo'lsa, adolat bilan hukm qilsa, oilalarining o'rtasida, ya'ni hadisning ma'nosi, Allohning o'ng qo'lida, ikki qo'li ham o'ng, nurdan bo'lgan minbarlarda o'tiradi dedi. Ya'ni nurdan bo'lgan minbarda jannatda Allohning o'ng qo'l tarafida, Allohning ikki qo'li ham o'ng, shunday maqomga kim nima sabab bo'ladi? Ya'ni ayollari aytaylik, 2-3 ta ayoli bo'lsa, shularga adolat bilan qarab va ularga haqni bilib va shunga tatbiq qiladigan bo'lsa, mana shunday qolaversa boringki, mallam yarham la yurham. Kim rahim qilmasa, unga rahim qilinmaydi dedi. Allohning qiyomat kunidagi hisob kitobi 2 qoidada. Biri rahmi bilan, kimga rahim qilsa jannatga kiradi. Ikkinchisi adolat bilan. Kim adolat bilan hisob kitob qilsa, u jahannamga tushadi. Allohning rahmiga sabab bo'ladigan narsa erkak kishi ayoliga mehribonlik bilan muomala qilishlik.
Yana qanday qarashligi mumkin musulmon odam ayoliga? Kelinglar endi ayollar tarafiga ham o'taylik. Dinimizda aytdik, muslima dedik. Dinimizda-chi? Dinimizda ayollarga nima vazifa? Hozirgina aytib o'tib ketdim. Hech qanaqa bu ayolga sizdan boshqa yaqini yo'q. Aytaylik, onasi yonida bo'lsa, opa-singlisi, amma xolasi bo'lsa, mana dadasi borada hozirgina bu bolaga qarayman deb chiqib ketdi. Qiyomat kunida birortasi yordam bera olmaydi. Hattoki bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylariga Fatima onamiz bilan Ali radhiyallohu anhu o'rtasida janjallashib ozgina. Fatima onamiz qattiqroq deb qo'ydi va yig'lavordilar. Ya'ni Alining qalbini og'ritdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam holatni ko'rib, nima bo'ldi dedilar-da va ashirda bir ikki xil rivoyat keladi, sihhatida ozgina so'zlar bor. Shunda bittasi ey Oysha dedilar, agarda o'lib qolganingizda men sizni janozangizni o'qimardim dedilar. Ey Fatima, agarda o'lib qolganingizda men sizni janozangizni o'qimardim dedilar. Ya'ni kuyovning qalbini og'ritgani uchun. Yana bir rivoyatda esa ey Fatima, agar Ali sizdan norizo holatda o'tganda, o'lib qolganda men sizni qiyomat kunida shafaat qilaman dedilar. Kim yordam qila oladi? Qaysi mehribon ota? Kichkina tor qonunga siqqan keyin hovlimga sig'maydimi? Bitta farzandim ikkita bo'lib qoldi, o'zim boqib olaman deyotgan onalar qiyomat kunida nima deb javob beradi? Mumkin emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarga ularning bo'ynidagi vazifasi bir kuni sahobiy ayol keldi, yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vallohi Imron ibn Husayn demikin ammalari edi, kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan savollarini so'rab keyin qaytib ketyapti. Ya Rasululloh, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey amatulloh, ey Allohning ojiza, zaifa ayol bandasi dedi. Ho dedi. Nikohingiz eringiz bormi dedi. Ha, ya Rasululloh, nikohimda erim bor dedi. Aloqangiz qanday dedi? Munosabatingiz qanday eringiz bilan dedi. Ya Rasululloh, qo'limdan kelganicha unga itoatdaman dedi. Ogoh bo'ling dedilar. Nikohingizdagi eringiz yo jannatingiz yo do'zaxingiz dedi. Ayol kishi erini ko'rganda pul topib keladigan madikor deb qaramash kerak. Nafsini qondiradigan bir inson deb qaramash kerak. Balki erini ko'rganda yo jannatim yo do'zaxim deb qarashlik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayyuma imra'atin sallat khamsaha va samat shahraha va hafizat farjaha va radiyat ba'laha, qaysiki bir ayol 5 vaqt namozini o'qisa, Ramazon ro'zasini tutsa va o'zining zinodan, fohishalikdan saqlasa va kuyovining roziligini topsa, jannatning xohlagan eshigidan kirib bordi deydi. Jannatga kirishlik uchun ayollar mana shu: namoz, ro'za, zinodan saqlanishlik va kuyovining roziligini topishlik. Shu asli Alloh taoloning oyatlarini hozirgina aytib o'tib ketdim. Oyatning davomi bor. Va min ayatihi an xalaqalakum min anfusikum azwajan, nima? Litaskunu ilayha, sukunat orom olishinglar uchun dedi. Kim sukunat olish kerak ekan? Xalqmi? Ko'chadagilar? Sinfdoshlarmi? Mahalla ko'ymi? Otasimi? Onasimi? Kim? Eri sukunat olishlik kerak ekan. Litaskunu ilayha, sizlar sukunat orom olishinglar uchun dedi. Alloh taolo mana bu qizni mana shu bolaga taqdir qilgan, shu bola orom olishlik uchun shu qizni yaratgan Alloh taolo. Mana shu olam. Demak, bu ayolga jannat faqatgina erining roziligi ekan. Alloh taolo bu ayolni eri sukunat orom olishlik kerak ekan. Ayollarning maqarri joyi to'g'risida nima dedi? Vaqarna fi buyutihinna dedi. Ayollarning maqarri uylarida dedi. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha. Ayol kishi erining xonadoniga javobgar dedilar. Va qiyomat kunida erining xonadonidagi ishlardan javob beradi dedilar. Vaqarna fi aswaqihinna demadi. Ayollarning joyi bozorda demadi. Ishxonada demadi. Ayollarning maqarri joyi uyda dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyini esa otasining uyi demadi, erining uyi dedi. Ayol kishining eri. Alloh taolo ayol kishini vasf qilganda nima edi? Qonita, hafizat, qanoat qiluvchi va hafizat dedi. Ayol mu'mina ayollarni sifatlaganda hafizat, saqlaguvchi dedi. Nimani saqlaydi? O'zini saqlaydi. Turmush o'rtog'ini sir asrorlarini saqlaydi. Mol dunyosini saqlaydi. Mana bu ayol kishining vazifasi. Bugungi ayollar nima qilyapti? Saqlayaptimi? Aytinglarchi, saqlayaptimi bugungi ayollar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, menga do'zax ko'rindi. Ularning eng ko'pi ayollar ekan dedilar. Va ular kofir ayol ekan dedilar. Ya Rasululloh, bular Allohni yo'q deydim dedi. Yo'q. Balki eriga nonkor ekan ular dedilar. Kufrona ne'mat qilarkan dedi. Ularga umr mobaynida yaxshilik qilasan, bitta yomon xulq sendan ko'rib qolsa, men senga o'zi erga tegib nima ko'rdim deydi. Shu sababdan jahannamda ekanligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berdilar. Nima uchun?
Nonko'rlik qilganligi uchun. Allohning oyatining ziddi hafizotni nima? Ziddi hamma joyga oshkor qiluvchi degan. Munofiq ayollar, fosiq ayollar, dinsiz ayollar erining sir asrorini hamma joyga fosh qiladi. Voqelikda hayotdagi ayollarning sifatini aytib beray. Raddomda 1-2 kun yotib qolsa, yoki bo'lmasa bir kasal bo'lib, banisada 1-2 kun yotib qoladigan bo'lsa, qo'ying 1-2 kun emas. Aytaylik shu Suzaqqa tushishlik uchun shu avtobusda yo taksida 2-3 ta ayol ketib qoladigan bo'lsa, shu 10 minutlik yo'lning ichida bo'ldi hamma yo'lni sochib beradi ayollar. Qayerdan siz Jallovatdanman? Necha yil kirdingiz desa, misol uchun aytaylik 22 ga desa, "Voy, men sizni 40 ga kirgan debman. Nimcha bunaqa qarib ketgansiz? Olinib ketibsiz" desa, bo'ldi. "Voy, siz ham menga o'xshagan qayningiz bo'lganda ko'rardingiz. Qayningiz yomonmi? Voy, oliy abadiga odam edi. Mana qiladi, ertamanda mana qiladi, o'g'lini qizg'anadi, ana qiladi, mana qiladi, erim ham enasining bolasi, enasini aytganini qiladi" deb hamma oilasidagi sir asrorlardan bo'xtoni bilan qo'shib beradi. Halolmi shu? Halolmi shu narsa? Musulmon ayolning sifatimi bu? Demasdi. Kelinglar, ayol kishining bo'ynidagi vojibotlarni aytaylik. Bo'ynidagi vazifa nimalar bor? Birinchisi, erining xonadonida birovni iznisiz kirgizmaydi. Ruxsatsiz chiqmaydi. Chiqadigan bo'lsa, osiy gunohkor bo'ladi. Eriga itoat qiladi, modomiki ma'siyatga buyurmas. Itoat qanday? Aytaylik, hozir mana peshin bo'lyapti. Peshin namoziga oz qoldi. Shu qiz namozda sunnat o'qiyotgan bo'lsa, kuyovlar ayas qanisiz, yo bo'lmasa kelin qanisiz, nima deb xitob qiladigan bo'lsa, sunnat namozda o'qib ketyapti, davom etadigan bo'lsa gunohkor ish qilgan bo'ladi. Namozini shunday buzib labbayda eriga itoat qilish kerak bo'ladi. Erning haqqi sunnat nafl ibodatlardan muqaddam turadi, chunki erning haqqi vojib hisoblanadi. Roza tutishlik, bir kun roza tutgan odamga Payg'ambar alayhisalom 70 yillik masofada jahannamda uzoq qilinadi dedi. Lekin shu roza ba'zida farz roza bo'lmasa, ayol kishiga haromga aylanadi. Qachon? Eri uyda bo'lsa, roza iznsiz roza tutib olgan bo'lsa. Ibodat qilyapti, lekin shu ibodati erining iznsiz nafl bo'lganligi uchun er shundan qalbi oladigan bo'lsa, harom, ma'siyat, jahannamda kuyadi shu ibodat uchun. Ayol kishi eriga nisbatan qilayotgan to'ati bu ibodat hisoblanadi, odat emas bu. Onalarimiz, momolarimiz qilgan vazifasi biz ham qilishimiz kerak emas, balki ibodat bu narsa. Itoat qilish kerak. Mana shu bolaga sukunat, orom berish kerak. Demak, savol, nimada sukunat oladi? Kuyovlar nimada orom olasiz? Mana sinimiz bilib olsin, mana turmushga endi mas'uliyatli, ya'ni nima, endi qiz bolalik davri otasining erkak qiziligi qolib endi turmushga chiqib ketyapti. Demak, jannat bilan do'zax hal bo'lyapti. Nimada sukunat, orom olasiz? Erkaklar nimada sukunat olam olasizlar? Kelinglar, men shu narsaga bir izoh berib o'tib ketay. Mana qizlar ham bilib olsa, yonidagilar ham, yosh katta kampirlar ham eshitib olsin bu narsani. Birinchisi, insonning eng ko'p ko'zi ko'radimi kuyovlar? Ko'radi, alhamdulillah. Insonning eng ko'p orom oladigan narsasi ko'zi. Vallohu alam, mana men sizga kuyovlar, sizga savol beray, kelin eshitib olsin, qolgan hammamizga darslik bo'lsin. Uyingiz, oshxonangiz, toratxonangiz, yotoqxonangiz, umuman hammasi uyingizni asha devorni ichi pokiza tursa, quvonasizmi? Iflos tursa-chi, aytaylik toratxonangiz yonida yoshlar, jiyanlar bitamdasi axlatini tegizib qo'ygan bo'lsa, bo'lmaganlar u yoqda chachilib yotgan bo'lsa, oshxonangizga kirsangiz, ovqatlangan idishingiz yuvilmagan turgan bo'lsa, yog'ib kelgansiz, usti ochiq qolgan bo'lsa, uni qo'l bilmaydi, his qilmaydi. Uni quloq eshitmaydi. Uni ko'z ko'radi. Ayolingizni qarasangiz, o'zingizga chiroyli qilib, har ishdan kelishida zinatli bo'lib ko'rsa, yangi kiyimlarini, chiroyli kiyimlarini ko'rib, orom olasizmi? Agarda iflos tursa-chi, u yog'ida qora, bu yog'ida qora, azobmi bu? Demak, ayol kishining birinchi bo'ynidagi vojiboti eri ko'rganda faqat quvonadigan ishlarni qilishlik ayol kishining bo'ynidagi vojibot. Oshxonasi, toratxonasi, yotoqxonasi, kiyim-kechak, misol uchun aytaylik, oshnavanlar. Ertaga shu kiyimingiz kir holatda ko'radigan bo'lsa, nisbat kimga beriladi? Ayolga beriladi. Bitta joyingiz yirtiq turgan bo'lsa, kimga beriladi? Ayolga beriladi. Ayoli molpanmikin shuni ko'rmadimikin erini kiyintirayotganda bunday tikib qo'yishlaydi deysiz.
Bu ayol kishining vazifasi. Bu birinchi, ya'ni sizni ko'zingizda sukunat, orom olishligingizga mana shu ayolingiz javobgar xonadoningizga. Shu sinimizni bo'ynidagi vajibi. Ikkinchisi, mana bu quloq eshitadi. Alhamdulillah. Bu quloq shirin so'zni eshitganda rohatlanadi. Qo'pol dag'al muomalani eshitganda azoblanadi. Ayol kishining vazifasi tili bilan faqatgina eriga surur berishlik, quvonch berishlik. Misol uchun aytib beray, voqea hayotda bu nikoh, hayot bu. Yashaydi. Misol uchun aytaylik, ishdan kelyapsiz, telefon qilib, ayasi qornim ochib ketdi, choy damlab turing dedingiz. Ha? Misol uchun bor hayotda bo'layotgan narsa. Ya'ni mana sizlar uylanganlar hammasiga. Shunda keldingiz, kelsangiz, bitta narsa bilan mashg'ul bo'ldida dasturxon solmabdi, choy damlamabdi. Xafa bo'lasiz. Mana shu yerda choy damlamabsan-da, aytdim senga telefon qildim dedingiz. Xato. Erlik qilib yurib qo'pol gapirasiz. Shunda, "Voy, bitta jon bilan kimga erishay? Yetishay? Onangizga qaraymi, sizga qaraymi? Nima? Osmon uzilib yerga tushdimi?" desa, mana shu til. Xuddi shuni. "Voy sevgilim, asalim, shakarim, uzr, men bora, men ahmoq" deb turib sizni erkalatib, "Hozir olib kelaman" deb yug'ursa, shu 2 og'iz, 3 og'iz shirin sizni erkalatgan so'zi bilan hali achchiq ketadimi? Hali qorningiz och bo'lsa ham hali shirin so'z qulog'ingizdan kirib rohat bo'ladimi? Qaysinisini qilish kerak ayol kishi? Shirin so'z bilan. Mana bu bo'ynidagi vazifasi. Ayol kishi haqiqiy muslima ayol. Haqiqiy ayol eri so'ksa ham uni erkalatib shirin so'z bilan. Oxir bir marta so'kasiz, yaxshi gapiraveradi. 2 marta so'kasiz, yaxshi gapiraveradi. Itarib olasiz, baribir ham yaxshi gapirib, erkalatib, "Sevaman, men ahmoq, meni kechiring" deb turib shu shirin so'zi bilan sizni qalbingizni olishlik kerak. Mana bu bo'ynidagi vazifasi. Ya'ni shirin so'z. Agarda aytaylik, choy damlab kelsa, "Xo'p, hozir" deb ketsa-chi, choydan oldin zaharni sizni miyangizga, qulog'ingizga qo'yib ketadi. Ishoninglar, ba'zi ayollarning tili ilonning zahridan ko'ra achchiq degan haqiqat shu narsa. Mehnat qiladi, namozda o'qiydi, hijobda o'raydi, lekin tili bilan odamni kaltagi mushidan ko'ra qattiqroq ozor beradi. Musulmon ayollarning sifati emas bu narsa. Jahannam ahlining sifati. Uchinchisi, a'zolardan sukunat, orom oladigan. To'g'ri aytyapmanmi misollarda? Tushyaptimi hayotiylarga? Mana burundagi hid, burun ishlaydimi? Hid edimi? Alhamdulillah. Ba'zida inson bilmashi ham mumkin-da, lekin bilsa mas'uliyati ayol kishining ko'payadi. Shirin hidni inson quvonadi, yaxshi ko'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Hubbiba min dunyakum talata", dunyolarda 3 ta narsani yaxshi ko'rdim dedilar. Ayollar ati va ko'zimning quvonchig'i namoz dedilar. Inson molini 4dan 3 qismini atir uchun sarflab olsa, musrif, ya'ni isrof qiluvchi hisoblanmaydi. Ya'ni atir insonga bu Rasulullohga yaxshi ko'rilgan narsa, biz uchun sevimli narsa. Ayol kishining sifati shirin hidlar bilan. Ko'chadan keldingiz, ayolingiz quchsangiz shirin hid kelib tursa. Oddiy bitta misol, mashi bolisha, misol uchun. Shunday ishdan kelib charchab bitta yotsangiz, shunga atir sepib qo'ygan bo'lsa, buni ko'z ko'rmaydi, quloq bilmaydi. Shunday yotsangiz, burningizga shirin hid kelsa, rohatlanasizmi? Ha? Endi shu xuddi shuna ziddi. Ayolingizga yaqinlashsangiz, og'zidan gulp etib sassiq hid kelib tursa. Ha? Bolishga boshingizni qo'yadigan bo'lsangiz, o'g'lingiz yo qizingiz siyib qo'ygan uni hidi gulp etib boshingizga urinsa, rohatmi bu narsa? Bekarga biz ota-bobolarimiz hali enangni otangga zinatsiz ko'rsatma degan emas bu narsa. Bir og'iz so'z bilanla o'zi hayotda nima ekanligini, islom nimaga buyurishligini ta'lim berib qo'ygan. Mana bu og'iz shirin taomlar bilan rohatlanadi. Sasigan, achigan, tuzigan, kuyib ketgan narsa bilan azoblanadi. Bu kim ishi bu? Ayol kishining ishi. Mas'uliyat bilan ovqat qilishlik kerak. Ovqat qo'yib, hali telefonda gaplashib, ha bu kuydirib olib, choyni ham qaynamagan choyni damlab kelib, unaqa bo'lmaydi. Yoki qolib ketgan choyni ustiga 2 kun, 3 kunga chaynaydi ustiga, yangi ustiga da unaqa bo'lmaydi-da. Ya'ni uni ko'z ko'rmaydi, quloq eshitmaydi, uni insonning og'zidan ta'mi. Ayol kishining vazifasi shirin taomlar bilan biz bandamiz, muhtojmiz yeyishlikka. Ayol kishi shu qilayotgan narsasini, obi taomini, choyini, hammasini ibodat deb bilishlik kerak.
eriga qilayotgan xizmatini Alloh taologa itoat qilyapman. Ishoning vallohi shu nafl Qur'on o'qib o'tirganidan ko'ra, nafl roza tutgandan ko'ra erining xizmatini qilishligini ajri balandroq. Buni ibodat deb bilish kerak ayollar. Mana bu badan iloji yo'q. Badan ayol kishining badani bilan inson rohatlanadi. To'shakdagi holat. Bunga qachon bo'lsa ayol kishi itoat qilishlik kerak. Hattoki Payg'ambar alayhisalom aytdilar, qaysi bir erkak kishi ayolining to'shakka chorlasa, ya'ni hayzi bo'lmasa, nifosi bo'lmasa, yo'q, yana yuvinishim kerak, ertaman turishim kerak, qo'ying endi deb turib beuzr ruxsat unamasa, Alloh taolo osmondagi zot eri rozi bo'lguncha undan rozi bo'lmaydi dedilar. Aytaylik, faraz qiling, subhanalloh, Alloh saqlasin. Bitta ayol eridan g'azablanib ko'chaga chiqib ketdi. Eri xafa bo'lyapti. 1 yil o'tsa, 1 yilgacha Alloh taolo undan g'azabda yuradi o'sha ayollar. Hattoki ba'zi bir ibodatlar, ba'zi bir rivoyatlarda ibodat qabul qilinmaydi. Eri rozi bo'lmaguncha ibodat qabul qilinmaydi. Bir endi bundan ishlab qo'yay, mendan boshqa qayerga boradi? Ha, baribir ot aylanib qozig'ini qoqadi, topadi, sabr qil, keladi, bolalaring bor deb turib ta'lim beradigan shayton suratidagi ba'zi bir kattalar bo'ladi. Onalar, xolalar, ammalar, opalar yaxshi ko'radimi seni? Ha, yaxshi bo'lmasa keladi, sabr. Sen o'zingni bil deydigan shunaqa shayton ular tilidan iblis gapiradi. Musulmon ayol gapirmaydi. Boshqa omma xolalar bor. Ishoninglar. O'tir, qadringni bil, sen bir o'zingni bilsin, qani sensiz paypag'ini ham topolmaydi o'zi. Seni yaxshi ko'radimi? Ha, bolalaring bor bundan. Qaqa borardi, ot aylanib qozig'ini topadi, o'tirib tur deydiganlar bor. G'azab achchig'i kelib, ayolim mendan aytaylik, tarbiyamga chidolmasdan, xatoyimni ko'tara olmasdan, yashira olmasdan ketib qoldi deb erkak kishi ayolidan g'azabda yuradigan bo'lsa, 1 yil bo'lsa, 1 yil Alloh taolo ibodatini qabul qilmaydi. Alloh g'azabda turadi o'sha ayoldan. O'lib qolsa, qanday holatda ketadi? Tasavvur qilinglar, birodarlar. Hazillashadigan narsa emas bu oila nikoh. Shuning uchun bu erkak kishining badani ayol kishining bo'ynidagi vazifasi. Har qanday holatda nisaakum hartulakum fa'tu hartakum annashiyatum. Ayollar bu sizlarda ekinzoringlar, unga xohlaganinglarda yaqinlashinglar dedi. Ayol kishi eri qanday xohlasa shunday yaqinlashligi, shunga itoat qilishligi bo'ynidagi vojib. Va insonning eng muhim narsalaridan bittasi qalbi. Aytaylik, telefon "Alo" desiz, kim qolsa shunday yashirib olsa telefonni. Kim bilan gaplashyapti desa, yo'q desa. SMS kelsa tapada o'chirib oladigan bo'lsa, u bilan nima ozorlanadi? Qalb vasvas bo'ladi. Ayol kishi eriga zarrachalik vasvas qoldirmasdan itoat qilishlik kerak. Qalbiga butun xotirjamlikni qo'shib qo'yishlik kerak. Bu qalb agarda vasvas bo'lsa, na uning mehnati, na uning shirin so'zi, na uning to'shakdagi holati, na uning shirin atri hech narsasi kor qilmay qoladi. Ayol kishining vazifasi erining qalbini egasi bo'lishlik kerak. Unga hech qanaqa gumon qoldirmagan holatda itoat qilishlik kerak va hayotini borini ochib solishlik kerak. Mana bu ayol kishining vazifasi. Bu endi suhbat cho'zvordim, uzr kechirasizlar. Bu oila turmushi, to'y, bu valima o'tib ketadigan narsa. Sarpo kiyim-kechak chirib ketadigan narsa. Oziq-ovqatlar yeb hammasi axlatga chiqib ketadigan narsa. Lekin mana bu qoidalar insonning nikohini oilada oromda olib boradi va qiyomat kunida Allohning roziligiga olib boradigan qoidalar bular. Bu sizlarga bir islomdagi akalar qatoridagi bir nasihatimda, oiladagi nasihat qatorida qabul qilasizlar. Xo'p, nikohga keladigan bo'lsak, nikoh musulmon odamga o'qilinadi. Musulmon odam degani bu, ya'ni Allohning diniga iymon keltirgan va unga taslim bo'lgan musulmondir. Buni sifati namoz o'qishlik. Ayolingiz albatta surishtirgan bo'lsangiz kerak, 5 vaqt namoz o'qiydi. Alhamdulillah. Ikkinchisi, bu ayollarni ayollik haqqi mahri kelishgansizlar. Nima edi? Nima? 70 ming so'm. Shunga rozi bo'ldim. O'zi shariatga muvofiq ish, oldin rozi bo'ldimmi? Alhamdulillah. Chunki mahrda tayin qilishlik bu bilasiz, Payg'ambar alayhisalom sunnatlaridan, dinimizdagi qonunlardan biri hisoblanadi. Xo'p, endi nikohga keladigan bo'lsak, hozir ayollar eshitib o'tirgan bo'lsanglar, atrofidagilar sizlar jim turasizlar. Kelin sinimizda o'zini ovozini sal qattiqroq birinchi so'raganimizda javob bersin. Ba'zi bir dinni tushunmagan ayollarning gapi bo'ladi. Haliga ersirab qoldi ekan, uyat bo'ladi, birinchisini aytsa, uchinchisini aytadigan, bu hammasi bid'at, xurofat gaplar.
Birinchidan, Allohning hukmiga rozi bo'lganligingiz uchun savobingiz baland bo'ladi, ajringiz baland bo'ladi. Ikkinchidan, er-xotin o'rtalarida muhabbatga sabab bo'ladi. Birinchi so'raganimda roziligingizni e'lon qiling va ovozingizni qattiqroq guvohlar eshitsin. Bu yoq kimi qizi, ismi nima? Shahlo Ahmadjon qizi. Sizchi? Bahodirjon Ubaydulla. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va wala. Albatta nikoh Allohning nomi bilan halol bo'ladi. Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman, chunki bu Alloh taoloning shariati, qonuni. Alloh taoloni bizlarga yuborgan elchisi payg'ambar Muhammad alayhisolamning sunnati. Shahlo Ahmadjon qizlari. Birovning majburisiz, mana bu musulmonlarning guvohligida Ubaydulloh Bahodirjon o'g'illariga o'z ixtiyoringiz bilan nikohiga bag'ishladingizmi o'zingizni? Eshitdinglarmi guvohlar? Alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin, Alloh qabul qilsin. Albatta nikoh Allohning nomi bilan halol bo'ladi. Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Bu Alloh taoloning shariati, Allohning qonuni, ayol zoti Allohning omonati bo'ladi. Bu Allohning omonatini, Allohning nomini o'rtaga qo'yib Bahodirjon o'g'illari Ubaydulloh. Mana bu musulmonlarning guvohligida mana o'zingiz guvoh bo'ldingiz, valisi otasi izn berdi nikohlanishlikka, valisining izni bilan mana bu musulmonlarning guvohligida Ahmadjon qizlari Shahloni o'z nikohingizga qabul qildingizmi? Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Amin. Poki Parvardigoro, bizlardan rozi bo'lgan, gunohlarimizni mag'firat qilgan, mana bu o'qigan nikohimizni qabul qilgan, kelin-kuyovni o'rtalarini barakotda jamlagan. Poki Parvardigoro, mana bu ojiza sinimizni borayotgan xonadoniga qadamini qutlovni barakatli qilgan. Ana shu xonadon ahllarini xizmatini qilib, roziligini topib, xonadonning sirlariga omonatdorlik qilib, mana bu kuyov bolaniga faqat hayotida orom beradigan va qiyomat kunida o'zingning huzuringga borganda esa sen rozi bo'lib jannatning xohlagan eshigidan kirib boradigan jannat sayyidalardan bo'lishligini bu sinimizga o'zing nasib qilgin. Alloh Parvardigoro, mana bu nikohni o'ziga qabul qilgan, mana bu ojizani o'z nikohiga olgan mana bu ukamizga ham tavfiq bergin, hidoyat bergin. Ojiza, zaif ekan deb bunga ozor bermasin, haqqini haromda yemasin, balki o'zingdan qo'rqqan holatda ayoliga solih erlik qilishligini ya Robbana o'zing nasib qilgin. Bularning haqqida ota-onalar yaqinlari qilayotgan duolarini ijobat qilgin. Poki Parvardigoro, bizlarni ham bularning haqqida qilayotgan duolarimizni ijobat qilgin. Poki Parvardigoro, shunday bir bularga zurriyot berginki, hayotda ko'rib tavhid va iymon va islomda senga ibodat qilayotganini ko'zlari quvonib, qiyomat kunida esa ya Robbi, shu ota-onam sababli dunyoga keldim, halolini halol deb tanitib undan yedirdi, haromini harom deb undan tiydirdi, haq bu yo'l deb unga yurgizdi, nohaq bu yo'l deb undan tiydi. Bu ota-onam shu salohiyatimga sababchi bo'lgan, dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan bu ota-onamdan oldin jannatga kirmayman deb shafaat qiladigan darajadagi solih o'g'illar va soliha qizlar bilan bularni rizqlantirgin. Poki Parvardigoro, bularni nikohlaridan keyin shunday bir yomon ayollar bo'ladi, o'rtada gap tashiydigan, fitna qo'ziydigan, ulardan qolishmaydigan pastkash erkaklar bo'ladi. Ana shunday erkaklarning gap so'zidan, insu jinning fitnasidan bularning nikohini salomat qilgin. Nikohlaridan keyin bir-birlariga ozor berib, zulm berib, obro'larini to'kib, nomuslarini to'kib, sirlarini ochib, ajralib taloq tushib qolishlikdan ya Robbana o'zing saqlagin. Nikohlarini nafaqat dunyoda, oxiratda ham, jannatda ham bir-birlariga bog'langan nikohlar qatorida bo'lishlikni o'zing nasib qilgin. Robbana hab lana min azwajina va zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallohu alayhi va sallam ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.